Xayrli kun, hurmatli do'stlar. Bugun imo-ishora tilini o'rganamiz. O'zbekiston. O'zbekiston. O'zbekiston so'zini biz daktilda S harfida harakatlantiramiz. O'zbekiston Respublikasi. O'zbekiston Respublikasi. Ajoyib. O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri. Biz Toshkentni uchta barmog'imiz yordamida ko'rsatamiz. Toshkent. Toshkent. Shaharni esa o'rta barmog'imizda mana bunday qo'yamiz. Toshkent. Ajoyib. Keyingi o'rganadigan so'zimiz Toshkent viloyati. Toshkent viloyatni esa biz qo'limizni O holatida viloyati. Viloyati. Toshkent viloyati. Ajoyib. Keyingi o'rganadigan so'zimiz Andijon viloyati. Qo'limiz g'unchadek ochiladi. Andijon. Andijon viloyati. Biz daktilda ham ko'rsatishimiz mumkin. A, N, D, I, J, O, N deb, lekin unga vaqt ketib qoladi. Shuning uchun har bir imo-ishora tilida o'zining ishorasi bor. Andijon viloyati. Keyingi viloyat nomi Namangan. Qo'limizni N holatida harakatlantiramiz. Namangan. Namangan viloyati. Ajoyib, yaxshi. Keyingi viloyat nomi Jizzax. Jizzaxni biz daktilda ham ko'rsatsak bo'ladi yoki o'zining ishorasida ko'rsata olamiz. Qo'limizni mushukka keltiramiz va harakatlantiramiz. Jizzax. Jizzax viloyati. Ajoyib, zo'r. Keyingi o'rganadigan so'zimiz Farg'ona. Farg'ona viloyatida biz qo'limizni F holatiga keltiramiz. F va o'zimizga harakatlantiramiz. Farg'ona. Farg'ona. Yaxshi. Keyingi o'rganadigan viloyat nomimiz Xorazm. Xorazmni biz lazgi orqali imo-ishora tilida ko'rsata olamiz. Xorazm. Xorazm viloyati. Zo'r, ajoyib. Keyingi viloyatimiz Sirdaryo. Sirdaryoni biz daktilda ko'rsatamiz yoki ikkinchi ishorasi ham bor. Qo'limizni V holatida belimizga tekkizamiz. Sirdaryo. Yoki daktilda S I R D A R yo. Ajoyib. Keyingi so'zimiz Buxoro. Buxoro so'zini biz mana bunday ko'rsata olamiz. Buxoro. Buxoro viloyati. Buxoro. Keyingi so'zimiz Samarqand. Ko'rsatkich va jimildoq barmoqlarimiz yordamida burnimizga tekkizamiz. Samarqand. Samarqand viloyati. Samarqand shahri. Ajoyib. Imo-ishora tilida keyingi o'rganadigan so'zimiz Surxondaryo viloyati. Surxondaryoni biz 500 holatida, imo-ishora tilida bu 500 deyiladi. 100, 200, 300, 400, 500 to'g'rimi? Biz 500 holatida peshonamizda harakatlantiramiz. 500. Surxondaryo. Surxondaryo viloyati. Termiz shahri ham xuddi shunday ko'rsatiladi. Termiz shahri. Keyingi so'zimiz Navoiy viloyati. Uni biz daktil harflarida ko'rsatamiz. N, A, V, O, I, Y. Navoiy. Qaytaraman. Navoiy. Imo-ishora tilida keyingi o'rganadigan viloyat nomi Qashqadaryo viloyati. Bosh barmog'imizni dahanimizga keltirib harakatlantiramiz. Qashqadaryo. Qarshi shahri ham xuddi shunday ko'rsatiladi. Qarshi shahri. Qarshi shahri. Keyingi so'zimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi. Qo'limizni K holatida Qoraqalpog'iston Respublikasi. K holatida Qoraqalpog'iston Respublikasi.